Bugun 10 dam olishimizning 3-kuni. Bizning mehmonxona, qavat pastida oshxona. Bu yozda o'tiradigan joylar ekan. Bu yoqda ko'katchada ham sekin katta bo'pti. Bu yoqda o'tirganda 3-4-5 ham mana yog'ochdan ko'prik. Suv kechagi yomg'irdan keyin ancha ko'paygan. Bu yoqdan kelib, bu yoqda yana bo'lyapti mana. Bu yoqda. Yo'lida pastola. Yo'q qapcham. Bu bize kecha kirganimiz basseyn. Basseyn, turk hammomi, bilyard, tuzxona. İçida hozir yopib qo'yilgan. Aytgan paytimizda yoqib ochib berishyapti. Endi bu yoqni ham hozir jimjit bo'lsa ham shanba odiqligi odam bo'pti. Bu hujum bo'lar ekan. Ancha odam sig'ib ketar ekan. Qadimgi archada. Chili. Bu yoshlari. Kamchatka karavoti. Karavot. Endi havosini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. U videoda yetkazib bo'lmaydi. Havosiga mana ertalabda ayniqsa havosiga gap yo'q. Vashshe maza qilyapti odam. Hop. Ko'rishguncha o'rtoqlar. Sog' bo'linglar. Kelinglar, dam olinglar.